Madaniyat bu bir kunda paydo bo'lgan hodisa emas. U uzoq yillar davomida boyib, kengayib borgan jonli jarayondir. Davrlar orqali o'zbek madaniyati tarixiga sayohat qilaylik. Ibtidoiy davr. Bu davrda inson tabiat bilan kurashib yashagan, ov qilgan, olov yoqqan, qorinni to'ydirishga va omon qolishga harakat qilishgan. Shuningdek, bu davrda til, ilk urf-odatlar va sodda muloqot madaniyati paydo bo'lgan. Ilk sivilizatsiyalar davri. Bu davrda qishloqlar va shaharlar yuzaga keldi. Mehnat madaniyati paydo bo'ldi. Odamlar hunarmandchilik, amaliy san'at va savdo bilan shug'ullandilar. Shuningdek, diniy qarashlar paydo bo'ldi va dastlabki me'morchilik yuzaga keldi. Birinchi uyg'onish davri. Bu ilm va islom madaniyati davridir. Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmi, Abu Nasr Farabiy kabi olimlar ilm-fan, tibbiyot, falsafa, matematika sohalarini rivojlantirdilar. Shuningdek, bu davrda mamlakatimizga islom sivilizatsiyasi kirib keldi. Bu odamlardagi dunyo qarash va tafakkurni o'zgartirib yubordi. Ikkinchi uyg'onish davri. Temuriylar davrida me'morchilik, amaliy san'at va ilm-fan yuksak darajada rivoj topdi. Shuningdek, Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur adabiyotning, Kamoliddin Behzod miniatyura san'atining ustunlariga aylanishdi. Sinovli davrlar. Tarixdagi bosqinlar sabab madaniyatimiz juda ko'p zarbalarga, yo'qotishlarga duch keldi. Biroq tilimiz, qadriyatimiz yillar sinovidan omon chiqdi. 19-20-asrlarda teatr, musiqa, raqs, rassomchilik, kino va televideniya kabi madaniy yo'nalishlar yangi darajalarga ko'tarildi. Mustaqillik davri. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng milliy madaniyatimiz qayta tiklandi. Tarixiy merosimizga, ajdodlarimizga, qadriyatlarimiz va xalq ijodiyotiga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Madaniyatning har bir yo'nalishi, san'atimiz, urf-odatlarimiz, o'zligimiz yangi bosqichda rivojlanmoqda. Anglagan bo'lsangiz, madaniyat davr va zamon o'zgargani sari yangilanib boradigan, boyib boradigan tushuncha. Lekin hamma davrda ham inson va uning qadriyatlari madaniyatning ildizi bo'lib qolaveradi.